Maydonga jiyilib, hurmatlaganingız uchun sizga bek zo'r rahmat. O'zingizga da niqli salomatlik, oila baxti. Shulay bu ko'rkam bayramni uyushtiruvchilarga bizni shulaytirib, ullob hurmatlagan uchun 50 yillikni hurmatlab medallar topshirgan uchun hukumat, Tatariston hukumati yetakchiligine, rayonimiz yetakchiligine bek zo'r rahmat. Ularga da işlerinde zo'r o'ngishlar. O'zimning bir necha aytat so'zimni shu oltin to'yga madhiya so'zi bilan aytib ketasim kelar. 71ning jamli jayi edi, uchrashtirdi bizni yozmishlar. Allohdan bo'lgan bulatdir bu. Her narsaga shulay sabab bor. Bir o'ylasang 5 yilgina kibik, yorti asr parlab o'tilgan, o'kinmaslik turmush yo'li bo'ylab shu kunga kelib yetilgan. Kimdir urayım, kimdir sutam diye o'zine nasip qimir yumg'og'in anglaymizmi ekan shul yumg'oqning qilgan amallardan turganin. Yaxshiliklar agar ko'proq bo'lsa, motor bo'lar sening uzganing, inglaringda farishtalar yoza, dindi amallarni qilganing. Oy fikrlar bizning o'rtaq bo'ldi. Şuna kelib bo'ldi turmushlar. Qiz o'limiz ixlos tavfiqdilar. Tagarashib o'sdi unuqlar. Tuğanlıkni saqlab yaşaymiz biz. Yaqin ita do'stlar, tuğanlar. Oğlumuzga qaytsak suynamiz. Etkay enkay qurgan negiz var. O'zing hurmatlasang hurmatlilar. Hech bir qayshan buni unutmayq. Bu dunyoda qunaqtina bitbiz. Ko'rishi kulan bilan do'st bo'layq. Natijali ko'rkam umr uchun cheksiz rahmatli biz Allohga. Naslimiz shukr davom etar. Unuqlarim qola olmoshqa. Rahmat sizga.